Yo'q, o'chirmay tur. O'chirmay turavering. Nimadir tushib ketdi boyaga. Mana. Temir bor ekan ichida. Oha. O'zi bu yog'iga sezon ham boshlandi. Mana bunday qamishlarni o'rib mollarimga beraman deb o'ylaysiz-ku, lekin buni berganingizdan keyin zakanni ichiga chiqirib o'rishga arzimaydi. Ya'ni buni to'g'risini qo'pol qilib aytganda, yarimidan ko'pini yemasdan at-xotga chiqarib tashlaydi. Assalomu alaykum, hurmatli chorvaga qiziquvchi akalarimiz. Bugun biz Xudo xolasa olov universal drabilkalariga yetib keldik. O'tgan safargi chiqarganimizda ham eng yiri, eng mayda setkasida mana shu poholni chiqarib berganmiz o'tgan safargi videoyimizda. Yorib olgan, ishonaveringlar. Mana tirnoqdan ham kichkina qilib, zirraday qilib undan ham past qilib tashlagan. Akalar, bugungi videomiz Xudo xolasa bomba bo'ladi. Videoga like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa videoni ko'rishdan oldin kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz Xudo xolasa sizlarga olov universal drabilkalarni to'liq obzorini qilib ko'rsatib beramiz. Omadbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, sizmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, charchamasizmi? Nima qilamiz bugun? Bugun Xudo xolasa apparatimizni sinovdan o'tkazamiz. Obzorini qilib beramiz. Obzorini chiroyli qilib sinovdan o'tkazib, arzon narx, eng qizig'i aka, skidka arzon narxda qilib chiqarib beramiz. Qancha qilamiz eng arzonni? Eng arzonni aka 1.400.000 so'mdan qo'yib beramiz. 1.400.000 so'mdan qo'yib beramiz, eng arzonini. O'zbekistonda bunaqa narx bo'lmagan, faqat gapda emas. Drabilkani kerak bo'lsa o'zini ham ko'rsatib beramiz. Ishlab chiqarishni ham qilib berish qo'limizdan keladi. Bo'lmasa boshladik. Har doim motoridan boshlardik. Bu safar birinchi chiqarib beraylik. Keyin motorni obzorini qilaylik. Bo'lmasam birinchi somonimizni chiqarib beramiz aka. Hop. Undan keyin ho'lot, sholibog'ol, makka bug'da hammasini chiqarib beramiz. Mol, qo'y, nimaiki esa hammasini chiqarib ko'rsatib beramiz. Hozir birinchi o'rinda men tayyorlab qo'ydik, somonimizni chiqarib ko'rsatib beramiz. Bo'ldi. Bo'lmasa somonni olavering, bitta sekin mana setkasi yo'q hozirgi holati. Birinchi setkasi yo'q holatda chiqarib beramiz, keyin qo'y boq setkasini chiqarib beramiz. Bo'ldi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Nima chiqdi? Nimadir tushib ketdi. Nimadir tushib ketmadimi ichiga? Yo'q, o'chirmay tur. O'chirmay turavering. Nimadir tushib ketdi boyaga. Temir bor ekan ichida. Oha. Bu aka, bu kombaynni bir nimadir, buni qarang aka. Buni qarang temir. Bu somonning ichiga qo'shilib qolibdi. Aka, ish qilib pichog'iga hech narsa qilmaganmi? Bitta ko'rsataylik pichog'ini aka. Qani, mabodo uzmay turing. Uzmay turing. Balansi qochganmi yoki qochmaganmi? Pichog'iga ziyon yetganmi, yetmaganmi, hammasini ko'rsatamiz. Bo'lmasa ochib ko'rsataylikchi. Bo'ldi boyaga. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Sizlarda haligilaringda tezlashishi mumkin, lekin kadrda uzmaymiz. Boshqa drabilkani olib kelib qo'ymaymiz. Xuddi mana shu drabilkani hozir temir tushib ketganda ichidagi holatini ko'rsatib beramiz. Hop. Eng e'tibor bergan bo'lsalaring, buniki hammasi kulishda boshqariladi. Kurchokli emas, sababi setkasi ham yondan kirib, yondan chiqqani uchun. Keyin aka, har bitta apparatimiz o'zining sanliklari bo'ladi mana. Ana. Biznikini kurchokli bo'lmaydi. Qani bismillah. Hamma aylanib turibdi. To'xtagani yo'q. Aka, buni pichog'i menimcha chekkalariga hech narsa qilmabdi. Chekkalari butun aka. Balans hali ham o'rnida turibdi. Balans qochib ketsa bunaqa qilib aylanadi. Ha, albatta. Hop. Yolg'on yashirig'i yo'q. Mana bu yeriga ozgina sal ziyon yetibdi. Ozgina. Lekin aka, butun turibdi pichoqlar. Pichoqlar deyarli butun mana. Bunaqa qiyshayib, balansirovka bo'lib bir balansirovka qochgani yo'q. Shunday. Eng qizig'i aka, o'sha kuydirilgan, germasi o'sha qalin pichoqdan qo'yganimiz sababli mana temir tushib ketdi ham mana aka. Buni qarang. Rosmonni kesganda temirni ham. Ha, kesishyapti. Balansi qochgan yo'q. Shunday. Hozir mana shunda o'chirmaymiz ham, boshqa qilmaymiz ham. Kerak bo'lsa mana shuni hozir tiklaymiz. Mana shu holatda somon nimaiki bo'lsa hammasini chiqarib ko'rsatib beramiz. Keyin bitta narsani aytib o'tib ketaylik aka. Juda o'sha ko'pchilik so'rab kurchoy qilmagan sababi
setkasi ichidan solayotganda xavfsizlik tomoni ham o'ylanganda qo'l tegib ketishi mumkin. Mana hozir ochganimizda aylanib turibdi-yu. Tem bo'lib kurchoyda tez ochiladi. Bu juda оборотiga masalan hali tushmaydi оборотi. O'chirganingizdan keyin ham tushmaydi. Setka almashayotganda qo'l tegib ketishi mumkin. Ana shunaqa holatlar bor. O'shaning uchun setkasini yonboshidan tushiradigan qilganmiz aka. Bemalol har tomonlama xavfsiz qilingan. Bemalol yonboshidan sosa bo'laveradi aka. Setkasini bemalol yonboshidan sosa bo'laveradi. Omadbek bitta ish qilaylik. Mana shuni tepasiga qo'yaylik-da. Aha. Buni akalarimizga iltimos qilaylik. Qotirib turishsa, biz pichoqlarni obzorini qilib beraylik. Bo'ldi aka, bo'lmasam bittani qilib yuboramiz. Motorlarni bizga bitta tushuntirib bering hozir. Xo'p, motorlar aka, eng qiziq birinchi pichog'ini ko'rsatib o'tib ketsak, mana pichog'ini ko'rsatib o'tib ketamiz. O'sha kuydirilgan pichoqdan qo'yilgan aka. U apparatimiz kras deb qo'yilgan. Kuydirilgan pichoq, keyin zavod Maxaviy 2 qavatli двойной qatilgan pichoq. Maxaviyga ham svarka urilmagan umuman. Albatta. Hech qanday svarkasi yo'q. Zavodskiy Maxaviydan qo'yib beryapmiz aka. Zo'r. Bu 4 kilovatli kichkina motorlarimiz bor, yengil yupqasidan qo'yib berilyapti. Yengilidan. Endi hozirgi kunda aka, xo'p, 1.400.000 so'mdan boshlanadi deb qo'ydik. 1.400.000 so'mlik u apparatimizdan ham bor, faqatgina somon mahsulotining o'ziga. Somonni o'zini chiqaradi. Somonni o'zini chiqaradi. Hozir bizda 4 kilovatli, 6 kilovatli motorlarimiz bor. Universal, don, o't, ko'lot, quruq nimaki bo'lsa bemalol chiqaraveradi aka. Xo'p, 4 kilovatlik yengil Maxaviyimizdan qo'yib beramiz aka. Narxi 2 million so'm chiqadi aka. 2 million so'm. Universal apparat bo'ladi, don, o't, ko'lot, quruq nimaki bo'lsa chiqaradi. Zo'r. Endi hozir mana eng kuchli 6 li motorimiz bor, kilosi 24 kilolik, eng full variantida mana 24 kilolik original motorimiz, o'zida zashni ключателlari bor. Xo'p, 220 обычный tokka ishlaydi. Bunga zavod Maxaviy qalindan qo'yib beramiz aka, zavodskiy. Buni narxi 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming so'm. Faqatgina o'sha joyimizdan chiqayotgan narxlar dastavkasiga, masofasiga qarab qo'shilib boradi. Mis motor olaman deganlarga Alfa Grand o'sha eng motorni ham 100% toza metni eng full variantidan bunga ham o'sha zavodskiy Maxaviy qo'yib beramiz. 100% toza mis motor 2,5 million so'm chiqadi narxi. Endi buni boshqa firmaning ham motorlari bor, ular arzonroq chiqaradi. 2 million 300 ming so'm, 2 million 200 ming so'm chiqaradi. Bu Alfa Grand'niki firmasi garantiyasi ko'proq muddatga beradi. Shuning uchun yaxshi motorligi uchun 2,5 million so'm o'sha eng full varianti bo'ladi. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Motorlarni hammasini tanishtirib o'tdik. Setkasi. Shunday. Setkasi aka, hop, 4 xil nasatkasi bo'ladi buni. Mana. Deb turman, skoshlab qo'yishgan ekan buni. Xo'p, molbob, qo'ybob. Xo'p. Bunisi o'sha molbob aka. Bunisi qo'ybobi. Bu 2 xil o't mahsulotiga bu 2 xili yorma bob qilib beradi. Bu kepay holatga keladi. 4 xil nasatkasi komplektda beriladi. O'sha komplekt ichida bo'ladi. Ichida komplektda bo'ladi. Zo'r, bizning motorimiz, drabilkamiz tayyor. Mana lizalarni ko'rishlaringiz mumkin. Qo'ydik, ishlatib. O'ziniki. Hozir bunda nima chiqarib beramiz? Xo'p, aka, bunda hozir o'tgan safar videomizda ham chiqarib berdik. Bizga juda ko'pchilik aytishyapti, qo'ybob setkasida sholipa holda chiqarib bering deyapti. Qo'ybob setkasida sholipa holda chiqarib ko'rsatib beraylik aka. Qani bitta ko'rsatib beraylik bo'lmasa. Sholipa holda qo'ybob setkasi. Qo'ybob setkasi qo'yilyapti. Sholipa holda mana Xorazmlik, vohalik akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Nimaga? Chunki bu uncha-muncha drabilka chiqara olmaydi. Sababi bir-biriga yopishib ketgan, boshqa bo'lganligini hisobiga ko'p drabilkalar qiynaladi. Sholipa holda ham mana olib qo'yganmiz. Hozir ishlatib, balans ketgani yo'q. Balansirovkasi ketgani yo'q. Mana o'sha temir tushib ketgan apparatimiz hech qanday o'zgartirib qo'yilgan yo'q. Balansi joyida turibdi. Zo'r. Qimirlagan yo'q, yurib ketgan yo'q. Boshqa bo'lgani yo'q. Somon. Somon nima? Poxol. Qo'ybob setkasida. Bo'ladi menimcha. Chunki ko'rayotgan obunachilarimiz ham
Vaqtini ko'p olmaylikda. Xo'p, mana bu qaranglar. Ziraday qilib tashagan-ey. Qanaqa mayin holatda, qanaqa mol yo qo'y degan holatga olib kelib bergan. Molni burniga tiqilib qolishi mumkin, lekin qo'y bemalol yeyveradi. Endi aka doimo nima desa bo'ladi? Bu somon poxoldan ko'ra sholi poxolda ozroq solishini tavsiya qilamiz. Bu sholi poxol aka hozir bizni qo'limizdan ham juda ko'proq tushib ketib qoldi. Bu o'rab oladi. Mana shu holatda o'raganda, mana o'raganda pichog'iga o'ralib qoladi. Bu o'ralashadigan narsa bo'ladi. O'sha sholi poxolga nisbatan, bu somonga nisbatan sholi poxolni ozroq solishni tavsiya qilamiz. Zo'r. Ma'lumot o'rnida ma'lumot bo'lib ketdi. Xo'p, bizga somonni ham chiqarib berasizmi? Bo'ldi, somonni ham chiqarib ko'rsatib beraman. Somonni chiqarib bering. Bo'ladi. Mana yana bitta tushuntiramiz. Somon poxolda ham holati mana shunday. Bemalol qo'yib olib, ratsion qilib bersangiz ham mollarga bemalol bo'laveradi. Yana aka, mana shu joyiga, kerakli joyiga aytib o'tib ketamiz. Mana nimasi quruq mahsulot doim changiydi. Changishini oldini olgani va palatkalarimizni qilib qo'yganmiz. Palatkalarimizni bemalol shuni og'ziga kiygizib olib, bemalol chiqarsa bo'ladi. Palatkamiz nech pul narxi? Palatkamiz narxi 300 ming so'm aka. 300 ming so'm. 300 ming so'm. Xudo xolasa sizni kanalingizga aloqaga chiqqanlarga xudo xolasa skidka narxda buni ham kelishtirib qilib beramiz. Mabodo drabilka bilan birga olsa, dastavkasi bepul bo'ladi. Albatta, dastavkasi bepul qilib beramiz. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas, vakuumli changni ko'rgan bo'lsangiz tepaga urmaydi. Yana keyin bitta narsani aytib o'tib ketdi. Hozir aytib o'tib esimga tushib ketdi. Har bitta apparatimizda mana o'zini havo to'sqichi bor. Hech qanaqa betga chang urmaydi. Betga chang urmaydi. Keyin hampas aka kattalashgan varianti. 54 ga 54 hampalar. 54 ga 54. Chiqishlari ham kattalashgan variant aka. Keyin motorimizni o'zida zashni kulchatiri bor. Savazashni o'zi tashlaydi. Ha, o'zi tashlaydi. Hop, iloji bu ashini bir yo'l aka, bitta ko'rsatingda, mana zashningni ko'rsatingda. Mabodo tiqilib qoladigan bo'lsa yo boshqa bo'ladigan bo'lsa, motor tiqilib qolib mana yerdan yoqishingizga to'g'ri keladi mana. O'zi chiqib ketib qoladi. Bitta bossangiz yana yo'q. Endi ashi narsani bitta sinovdan o'tkazib beraylik. Qani bitta sinovdan o'tkazib beringchi? Mana, hop, lekin bu holatni tavsiya bermaymiz. Prosta biz sinovdan o'tkazgan aka. Xo'p, taxtani tiqib qo'ydik. Mana yog'och tiqib qo'ydik aka. Endi avtomat ko'taramiz. Motor qisildi. O'zi zashchasi tashlaydi, xudo xolasa. Ovozi eshitilyapti deb turibdi. Hop, tashadi. Avtomat ko'tarildi. Avtomat o'zi ko'tarilib holatda turibdi. Hozir bu zashchasi ishladi, bu zashchasi tashadi. Endi yog'ochni olamiz. Mana ichidan olindi. Xo'p, avtomat ko'tarilib holatda turibdi. Zashchasini bosamiz. Opa. Bo'ldi, ishlayveradi. Ishlab ketdi. Zo'r. Двойной zashta ekanda. Albatta, двойной zashta bo'ladi. Ikki tomonlama. Agarda o'zini zavodskiy zashchasi tashamasa, ba'zi oq avtomat tashaveradi. Mana bug'doyni hozir sizlarga un kepak holatidami? Albatta, kepak holatiga keltirib beramiz. Kepak holatiga keltirib beramiz. Sotali makkamizni chiqarib ko'rsatib beramiz. Boshladik bo'lmasa. Ishlab turgan holatida setkasini almashtirsa bo'ladimi? Bo'ladi aka. Ishlab turgan holatda setkasini almashtirsa bo'ladi. Bemalol almashtirilaveradi. Bo'ladi, bemalol. O'chiravering. Mana bug'doyni
qanaqa holatda olib kelib berdi? Soatiga qancha chiqaradi u? Soatiga 250 kilo chiqaradi. 250 kilo bemalol chiqaradi mana. Holati. Buni 1,5 lik setkasi qilib bering deysa, qilib berasizmi? Bor, setkalar. Hozir bu 2 lik setkasi. Shunday, 2 lik setkasi bu. Mabodo kimgadir 1,5 lik maydaroq setkasi kerak bo'lsa, uni ham qilib berilaveradi, muammosi yo'q. Xo'p, endi Sotalim akamiz chiqarib ko'rsatib beramiz. Aha. Ana setkasini almashishni ko'ringlar. Hali tishi to'xtagani yo'q. Tishi deyman. Aylanish to'xtagani yo'q. Hop. Mana Sotani bitta ko'rsatib qo'ying. Qattiq, unaqa yumshoq o'taman. Opa, yuzimga urdi. Mana. Mana holat. Yo'q qotvordi. Bu Makkani sotasi bilan yorma holatda chiqarib bergan holati bo'ldi. Xo'p, nima qoldi bizda chiqarib berilmagan? Menimcha deyarli hammasini chiqardik. Chiqarib berdik, hammasini chiqarib berdik. Agar xato kamchiliklarimiz bo'lsa, xudo xolasa, kommentariyaga yozsa, chiqarib ko'rsatib berilaveradi, xudo xolasa. Hozir mana shu to'lig'icha ishlab chiqarilgan necha puligi bo'ldi? Mana shu drablika necha pullik drablika? Hozir mana shu apparatimiz Misat modga 6,5 kilovatli Alfa Grand degan motorimizdan qo'yib, shu zavod mahaviy qalindan qo'yib ishlatdik. Buni o'sha narxi 2,5 million so'mlik apparatimiz. 2,5 million so'mlik apparatimiz. Zo'r. U yoqda mana bemalol turibdi. Bu yoqda o aravamizni ham bitta ko'rsataylik. Aravamizni bitta ko'rsatib beraylik. Aravani mana holati. Omon borib, baloni dahshat ekan. Kelganda shu baloniga e'tibor berdim. Bemalol silsab ketishaveradi. Labo nimayu bu nimada? Ha, shunaqa. Shunday. Mana. Eng qiziq aka, hamma tomoni ochiladi buni. Ha, hamma tomoni ochiladi. Voy. Laboni singari bo'ldi. Mana qarang. Mana qarang. Faqat bir tomoni qoladi, qolgan hamma tomoni mana ochiladi. Bunimizning narxi necha pul? Buni narxi 2,5 million so'm aka. 2,5 million so'm. Shunday. Dastavkasi kelishilgan holatda yetkazib beriladi. Qilib beramiz aka. Zo'r. Menimcha hammasini tushuntirib bo'ldik. Bu yoqda mana ishlab chiqarishi bemalol o'ylanmasdan telefon qilaveringlar. Xudo xolasa yetkazdirib, mana shunday ishlab chiqarib, har bittasi mana buni ko'rsating. Mana shunday holatda kraska qilinmagan holatda ham ko'rsatib berilaveradi. Muammosi yo'q. Akalar, videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, bemalol telefon qilaveringlar. Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazdirib beradi. Sizga ham rahmat, xalq xizmatiga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.